May oyida oilaviy sayohat qilish uchun top 3 ta davlatni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu Turkiya, Ozarbayjon va Gruziya. Sababi siz bu turlarda juda ham qulay narx va yuqori sifatdagi dam olishni amalga oshirishingiz mumkin. Sifatli dam olishingiz uchun HLB Travel sizga yaqindan yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.